Shablon test 124-berat. Ko'k avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalish bo'yicha qoidalarni buzib burilmoqda? Har ikki yo'nalish bo'ylab buzib burilmoqda. Qizil avtomobil qoidalarni buzmoqda ahvol punktidan tashqarida. Qaysi avtomobil haydovchisi svetoforda aqlovchi ishorasi to'g'ri to'xtadi? Ikkinchi rasmda. O'quv muddati yakunida A toifaga 16 yosh beriladi. 5. Qaysi javobda belgining nomi to'g'ri ko'rsatilgan? Hop. Qaysi transport vositasining qaysi transport vositasi harakatni davom ettirishi mumkin? Ikkala avtomobil ham ruxsat. Hop. Bu yerda bitta savol. Qaysi javobda belgining nomi to'g'ri ko'rsatilgan? Ya'ni 124-belatda 5-savol. Hop, otda yurish yo'li deyapti. Bu belgi amaldagi yo'l harakat qoidalari kitobda yo'q-ku. Bu belgini chiqarib, hayotda tatbiq qilib, o'qitib, keyin savol qilib tuziladimi buni? Yo shunda tuzib yuborsak ham bo'laveradi. O'ylab o'tirib, shat belgi yasab yuborarmikanmiz, a? Mayli. Nima ham deymiz? O'rganamiz. Lekin bu belgi hozircha yo'q bizning kitoblarimizda. Lekin savolda chiqyapti. Bunday o'quvchi yiqilma, kim yiqilsin? O'qituvchi yiqilsin. Qani ko'ramiz. Testni yakunlash. Otda yurish yo'li degan yangi belgi topilibdi. Kimdir uyda o'tirib, chiroylilab turib belgi esiga tushib qopti-da. Demak, otni shundoq qo'shib yuborar ekanmiz deb qo'shib yuboribdi-da belgilarning orasiga. Hurmatli o'quvchilar, endi bu belgini yaxshilab eslab qo'ying. Kitobda yo'q bu belgi. Yo'l harakat qoidalari kitobida yo'q. Lekin test shablonlaringizda, shablon testlaringizda chiqyapti bunaqa savollar. Toshbaqa uchadimi? Ha, pastroq uchadi toshbaqa. deydigan vaqtga kelib qolmiz, по-моему. Test tuzayotgan akalar, ukalar, iltimos, oldin bu belgilarni tiqinglar, shablonga qo'yishdan oldin yo'l harakat qoidalariga tiqib chiqarib qo'yinglar. Biz oldin ularni o'qitaylik, o'rgataylik. Keyin savol javob qilsak, o'shanda keyin yarashsa kerak. Mayli, sog' bo'linglar.